Yolg'iz ayollarga ikki og'iz gap. Siz eng buyuk hurmatga loyiqsiz. Ortingizdan g'iybat qilganlarga parvo qilmang. Aqlli odam yolg'iz farzand boqayotgan ayolni yomonlamaydi. Ahmoq odamni esa gapi bir tiyinga qimmat. Xohlaganlardek o'ylashsin, xayol ularniki. Siz esa bilganingizdek yashang. Hayot sizniki. Asosiysi shunday yashangki, ertaga sizni deb bolalaringizni boshi egilmasin. Aksincha, siz bilan faxrlanishsin. Shunda ularni deb yashagan umringiz ham, ko'rgan mashaqqatlaringiz ham zoya ketmagan bo'ladi. Halol yo'l bilan yolg'iz farzand o'stirayotgan onalar qarshisida ta'zimdaman. Boringizga shukr. Alloh sizlarga jannatni ravo ko'rsin, inshaalloh.